Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlarim, mehribonlarim, mana barcha o'zbekistonliklar ko'radi inshaalloh. Mana Qilichev Qayimtog'oni o'g'illari, oti nima edi? Zokir shular ishlayapti. Alhamdulillah robbil alamin. Baraka topsinlar. Mana bizning qabrimiz oppoqqina, top-tozagina. Barcha xalqim yurtimdan o'rgilayman. Mana hasharga chiqdik bugun alhamdulillah. Mana alhamdulillah robbil alamin. Mana xo'sh, Yakkabog'liklar kelib Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan Yakkabog' mahallasidan kelib inshaalloh taolo tozalab hashar qilyaptilar. Mana Amram akamiz boshlig'ida. Boshchiligida inshaalloh taolo alhamdulillah barcha xalqim yurtim inshaalloh ko'rib inshaalloh mana o'zimiz inshaalloh taolo alhamdulillah inshaalloh mana amaki Ukrom akamdan tashabbus inshaalloh. Baraka topsinlar shular. Allah razı olsun. İnşallah. Elhamdülillah. İnşallah ve Teala. Elhamdülillah. Ya bütün O'zbekiston tarqatamiz. Mana agar mabodo blogerlarimizga tushsa inshaalloh Teala duo qilib bularga bir hissa qo'shasizlar inshaalloh. Yakkabog' mahalla Kattaqo'rg'on tuman Yakkabog' mahallasida va bitta o'zim ham Qoradori mahallasida so'ng Qayimbo'ni ham o'g'li bor. Ikki kishi ekamiz. Mana bu kishi shu qabriston nazoratchi. Mana Sanjarbek alhamdulillah. Barcha xalqim yurtimni duola qilaylik inshaalloh. Sog' bo'linglar azizlarim. Va tili odada menga YouTube'ga qo'yib yuboraman men. Qo'ymang bu. Ya nima? Ya. Alhamdulillah inshaalloh xalqim yurtim nomidan mana amaklarim hammasi tozalayaptilar inshaalloh. Hozir YouTube'dagilar hammang bir duo qilasizlar. Ha, Alloh razı olsun. Hozir YouTube'ga qo'yib yuboramiz buni. Ne? YouTube'ga qo'yishib bilasam? Yo'q,